Короче, bir hafta oldin menga ro'atdan SMS keldi. Esingizda bo'lsa, ro'atda SMSdan kelishidan qo'rqaman degan reels qo'ydim-ku, o'sha sabab bo'ldi-da. Bitta kirsam 3 million 700 lik radar, 3 oyoqli radar. Har doimgi yuradigan yo'lim Darxonga qo'yib qo'yish kerak ekan. Noqonuniy radar. O'shanga ichim shundan shuvlab nima qilishni bilmay turgandim. Bitta tanishim aytib qoldi, qonuniy gaplashamiz degan profil bor. Shunga murojaat qilib ko'r bu deyishgan edi. Alloh rozi bo'lsin o'sha boladan, qonuniy gaplashamiz deb yurgizadigan biridan bor ekanlar, advokat, yurist. Shundan o'rgatdilar. Sudga topshirish, ariza qanaqa nima. Shunda topshirdim, mana bir haftada chaqirishdi. Bordim, kirdim, sudya ko'rdi. Bekor bo'ldi dedi. Lekin unaqa tez yurmang deb qo'yadilar. Men tez yurmadim deyman. Xullas nima bo'lsa ham adolat qaror topdi. Janoblar, sizlarga ham shu kabi uch oyoqlardan jarimalar keladigan bo'lsa, qo'rqmasdan sudlasangiz bo'ladi. Buning uchun Telegramdagi qonuniy jarima boti orqali arizani yozdirib olsangiz bo'ladi. Bot sizga 3 ta narsani tashlab beradi: video ma'lumotni, qo'llanmani va sudga taqdim qilishingiz kerak bo'lgan arizani tashlab beradi.